Urgench City'de 3 kanallı kvartira 80 kvadrat metr 4,5 milyon so'mdan sotib qo'ydik do'stlar. Yaqinlar ulashib qo'yinglar. Yangi domlarimiz barcha sharoiti bilan gaz, suv, svet, transportlarda muammosi yo'q, maktabi, bog'chasi, bolalar o'yingohi, parkovkalari zo'r lokatsiyada. Bu yerda bilasizlar, o'zini klinikasi, bozori, o'zini transportlari, o'zini gipermarketlari bo'ladi. Zelyoniy zonalar ajoyib lokatsiyada joylashgan. 5-etajga ko'tarilamiz, 80 kvadrat, 4,5 milyon so'mdan 3 kanalli kvartira do'stlar. Qani ketdik. Yine do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Etajimizda 4 xonadan bo'ladi, 4 kvartira. Bismillah deb ichkari qismini danışamiz. Утепленный eshiklar qo'yilgan yurtdoshlar. Sovuqdan chiqib turibdi, stechkasi qilingan. Отопление montajlaridan boshlangan, ko'rishingiz mumkin. Elektromontajlari qilingan do'stlar. Sanuzellar razdельный. Yurtdoshlar, bu yerda yana proyekt bilan, xonalar bilan danışib ketaveramiz. Bu yerda sanuzellarni razdельный dedik. Birisini dushovga qilsangizlar, bu yerni hojatxona. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda bir xonamiz. Gaz, suv, svetda muammo yo'q bu yerda bilasizlar. Yurtdoshlar, kelinglar, ko'ringlar. Ko'p qaytilmaydi. Endi bu yerda yana bir xonamiz. Do'stlar, kvadratni tushgan. Aeroportga ko'rinib turibdi. Bu yerda esa oshxonamiz, bir детский комната, zali, spalnisi, oshxona do'stlar, balkonidan ega. Пространство zo'r. Yine manzara, bu yerda institutlar, maktablar, bog'chalar, klinikalar, o'zini gipermarketi, o'zini bozori, o'zini marsrutkasi. В общем, nav kerak bo'lsa, galereya bor bu yerda do'stlar. Ya'ni muhit joylashgan yeri zo'r. Aynen bahası zor bo'lganligi uchun keldik do'stlar. Yurtdoshlarimizga inshaalloh sotuvchiga bu yerda tezroq ishi amalga oshadi degan maqsadda. İnşallah do'stlar, bahasini ham e'tibor berib kuzatinglar. Ekranda yozdik. 80 kvadrat metr ekan. Like'larni kutib qolamiz, parkovkalari, bolalar o'yingohi hamma sharoiti bilan. Keyingi videolarımızda görüşünce xayr, öyle joylar bo'linglar. Xizmatlarimiz hamisha sotishdan, olishdan yordam beramiz. Murojaat qilaverasizlar. Omon bo'ling.